O'zbekiston sayohat bo'yicha Andijonga taklif buyurdi. Birinchi kunimiz akalar. Asaka Andijon yo'li Gazpro servisiga tashrif buyurganmiz. Xo'p, tavsiya qila oladigan servisingiz bormi deganlar uchun tavsiya qila oladiganimiz bor akalar. Gazpro servisiga murojaat qilasizlar, ishlarni o'rganib chiqdi akalar. Ishlar haqiqatda yaxshi ekan, zapchastlar original, faqat original asl. Poddelka narsa ishlatilmaydi dedi. O'shaning uchun jicha qimmat degan savollarga javob berib o'tib ketamiz. Ustidan o'zlarda ma'lumot olamiz. Xo'p, mashinani ko'rishlar akalar, ishlardan muammo yo'q. Faqat ishlar original, yaxshi narsa qo'yishgan uchun mashinadan o'ta kerak. Tavsiya qila olamiz. Stopotcha. Salomatlisiz? Ishdan qo'ymadim? Yo'q. Xo'p, ma'lumot berishda narx-navolar 10x necha pulga tushgan hozir mashq holatiga? Hurmatli obunachilar, Weltron kanali a'zolari obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bugundan boshlab bular start beryapti. Xudo xolasa, foydali sizlar uchun manfaatli videolar qilishlikka harakat qilishadi inshaalloh. Butun O'zbekiston bo'yicha aylanmoqchi. O'zbekiston bo'yicha. Butun O'zbekiston bo'yicha aylanmoqchi. Qayerda qanaqa narx, kim qanaqa ishlaydi, kim qanaqa sifatli ishlaydi, hammasini video davomida kuzatib borsanglar, xudo xolasa video ishlaymiz. Keyingi videolardan o'tkazib olmaslik uchun albatta opa-boy shenasini yoqib qo'yinglar. Ma'lumotlarni. Xo'p, 10x'larimizga necha pulga qo'yildi hozirgi kunda? 65 TL balon bilan deydi. 65 TL balon bilan eng yaxshisini qo'yadigan bo'lsak, xudo xolasa inshaalloh $450 dan $480 gacha. Qanaqadir qulayroq variantingiz bormi yo tavsiya bera olasizmi qanaqa? Qulayroq deganda qaysi ma'noda? Misol uchun 3,5 million, 4 milliondir, 4,5 milliondir unaqa variant shu gaplar. Faqat 4,5 million. Men faqatgina eng yaxshisini qo'yaman. 450. Masalan, $450 qaysi bu Real inshektor bor, plastik Yevropada. Italyanskiy firma u. O'sha bilan qo'ysam $450 qo'yaman. $480 qo'ysam, bitta o'sha Real'da Spartonisi bor, Dakota 2 omli bilasizlar. O'sha bilan qo'ysam $480. Men arzon narsa qo'ymayman. Arzon narsa qo'ysam, birinchidan klientga zarar, ikkinchidan keyin menga zarar. O'zingizdan ustasiz masalan, bironta klient siz qo'ygan zakazingizdan muammo qilib keladigan bo'lsa, diqqat bo'lasizda. Diqqat bo'lasiz. Nima bo'lyapti ekan deysiz. Vaholanki bilasiz ichingizda arzon narsa qo'yib qo'ysangiz muammo bo'lishi kerak. Shuning uchun bu etaplardan biz ko'p xato qilganmiz. Ya'ni og'iz kuygan odam qattiqda foyda bichadi deydi. Hatto shunday bunaqa ishni qaytib qilmaymiz deb qo'yganmiz. Demak, bu video faqat sifatli, bir marta ustaxonaga kiray, qaytib kirma degan holat uchun ekan bu video. Inshaalloh. $450. Gentre kobitlarimizga $380. $380. 40 gacha to'plab olaverasiz. 48 balonlari bilan. Hop, shunchaning ichida. Buning ichida nimalar keladi? 1 yil garantiyasi bor. Hop, servis xizmati bor. Hop. Bo'lib ham bu bizdagi berilgan garantiya xudo xolasi butun O'zbekiston bo'yicha Yevropa gazda rasmiy dilerlik markazlarida ham amal qiladi. 12 ta viloyat bo'yicha. 12 ta viloyat. Misol uchun yerda gazni qo'ydirdilar. Yerda qo'ydirdilar, Andijonda buzilib qoldi. Nimadir bo'lib. Albatta. Telefonlash bor, tug'ilib olarganda. Ha, bizda qo'yildi. Namanganga borib qoldi. Namanganda ham 2-3 ta biz bilan ishlaydigan, ya'ni Yevropa gaz bilan ishlaydigan diler akalarimiz bor. Iltimos qilamiz, muammosiga qo'yib berishadi. Ularda bo'ladigan bo'lsa, biz ham muammosiga qo'yib beramiz. Shtobi o'rtada klient sarson bo'lmasligi uchun. Demak, bu faqat sizlar uchun ekan, obunachilar. Shunday. Hop, $380. Hop, mana GTI mashinalarimizgacha. GTI mashinalar bular hozir bularga biz yevrodan pul tushadi. Hop, keling oldi qismiga qo'yaylik. Bularga $1100 gacha qo'yiladi. $1100 gacha. 10,5 million atrofida pul ketar ekan, ha? Например, shunaqa. Sababi nimaga? Bunda qolgan mashinalarga qaraganda ko'proq mehnat qilasiz. Keyin yaxshiroq mas'uliyat sezasizda bunda. Bunda 6 silindr bo'lganligi uchun Dakota albatta Spartan injektor qo'yiladi. Italyanskiy reduktor qo'yiladi. Bu hozir bizda qo'yilmagan, bu boshqa joyda qo'yilgan. Biz muammo bo'layotsa, shuni bartaraf qilish uchun ko'ryapmiz. Hop, qarang. Bu ham lekin full qo'yilgan, Yevropa gaz bloklaridan italyanskiy reduktor, italyanskiy injektorlar bilan qo'yilgan. 11 oyda miyasi qo'yib keldi deydi. Qanaqadir zavod tomonlama suv ko'taymadi, boshqa bo'lmadi. 11 oyda buzilib qolib keldi, yo miya qo'yib keldi. Nima bo'ladi? Siz 11 oy deyapsiz. Menda 11 oy 26 kunlik bo'lgan miyani almashtirib bergan. Dokumentga qaraysiz. Dokumentga 4 kun qolgan. Biz bergan garantiyamizga 1 yil to'lmagan. Shunday ishga qo'yib, yangi qo'yib beryapmiz. Bu bergan garantiyani orqasida turish deydi-da. Shundoqda, misol uchun kelib aytadi-da, 1 yilga garantiya bergan, 8 oyda qo'yib keldi, sanomitdi deydi. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Bunaqa narsalar yo'q. Nimaga? Chunki biz imkon qadar har bitta qo'yilgan uстановкamizni ijtimoiy tarmoqqa qo'yishga harakat qilamiz-da. Haliga videoda boshqa, hayotda boshqa yoki ishda boshqa qila olmaymiz. O'shaning uchun ekspert yuribmiz-da biz. Keyin nima bo'libdi, qanaqa ish qilib qo'ydirib gapiramiz-da bizda qo'ydirganlar, bizni taniydiganlar yaxshi biladi. Ishimizni qo'yadigan paytda ishimizni qo'yamiz. Haq bo'ladigan paytda haqligimizni aytamiz. Iloji yo'q. Ziyon borini bor, yo'g'ini yo'q. Kerak bo'lgan paytda chidaysiz, bo'lgan paytda foydasiz qilasiz.
Nimaga qimmat degan odamlar, sifat qadrlaydigan odamlar qimmat narsa qo'yadi. Masalan, siz aytgandek, men 3,5 millionga qo'yayotganim bor. Buni ham juda ham yaxshi bilasiz. Lekin biz biror marotaba bunaqa narsa qilmaymiz. Sababi arzon narsa albatta ertaga sizga minus keltirib chiqaradi. Nomingizga ham, brendingizga ham, yo'qotadigan klientingizga ham yo'qotasiz. Hech qachon klient o'zidan qo'yib berdi, o'shaning uchun ish ko'rsatdi demaydi. Sen qo'yib bergansan deydi. Masalan, biz Gazprom bo'lsa, Gazpromda qo'ydirganman deydi. Yo'q, men ash payti pulim ozroq edi. Akradi o'ziga aytib arzonroq qo'ydirganman demaydi. Hech qachon demaydi. Bu aniq fakt. Demak, sifatli qimmat narsa qo'yadi. Eng zo'rini qo'ysin, qayda qo'ydirishidan qat'iy nazar. Eng zo'rini. O'shanga yarasha garantiyasini olsin, bo'ldi. Qaytib kirmaysin o'sha ustaxonaga. Ha, yo'q, kirsa hamchi sizga yo'q, rahmat bilan yoki qanaqadir bergan garantiyangiz orqasida aka men manti yurdim, bir qadar filmni ko'rib qo'ying, qilib bering deydi, o'shanga kelish mumkin. Xo'p, 1 yilda bir martami, bir 5 oyda bir martami ishlangan filtrlarni almashtirish bo'yicha ma'lumot beringchi, qanchada bir almashtirish? Endi yurishiga qarab hammani. Masalan, kimdir 1 yilda 10 ming yuradi, kimdir 1 yilda 50 ming yuradi. O'zi aslida nega almashtirish kerak? Bu quyiladigan gazni sifatiga bog'liq. 1 yilgacha almashtirmay yurgan bolalar, odamlar bor. Sababi u doim zapravkani yaxshisidan qo'ygan. Zapravkani yaxshisini qayerdan bilamiz desa, hamma tajribasidan kelib chiqadi. Masalan, bir joydan gaz qo'yasiz, haligi joyda gaz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, ashidan qo'yasiz bizda. Agar yomon bo'ladigan bo'lsa, almashtirasiz. Endi misol uchun bitta ishlangan muammosi 1 yil yuraveradi aslida. Lekin gazda yomon bo'lib qoladigan bo'lsa, kerak bo'lsa 2-3 oyda ham yomon bo'laveradi. Nimaga? Chunki gazni o'zi yomon. Bilasizmi, ba'zi gazlar sassiq bo'ladi. Ba'zi gazlar o'tayla yomon bo'ladi. Ba'zi gazlar ichida gazlarni ko'p bo'ladi. Suv ham quyyordi bor. O'sha narsa nima qiladi? Birinchi o'rinda mashinaga zarar qiladi. Ustaxonaga qatnaydi. Ustaxonaga qatnaydi. Demak, yaxshi joydan proton. Har doim ham ustada yoki qo'yilgan zapchasta ayb bo'lavermaydi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Bir-biriga bog'liq. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi shunaqa. Albatta bir-biriga bog'liq bo'ladi. Ustaning nomerlarini qoldirib ketamiz, tavsiya bera olamiz. Kelib, faqat qimmat demaganligi uchun kerakda. Mana kelib sifatni qadrlaydigan, xuddi shunday sifatni qadrlaydigan va o'zini ishini ham hurmat qiladigan odamlarga gaz qo'yamiz biz. Biz arzon narsa qo'ymaymiz. Aniq bilaman. Xoh prostoy bo'lsin, xoh inomarkasi bo'lsin, faqat yaxshisini qo'yamiz. Va o'shanga yarasha pul beramiz. Tushunarli. Rostdan shunaqa. Demak, pulida muammo yo'qlar kelaverasiz, deb qolasiz. Yo'q, pulida muammo yo'q desangiz noto'g'ri bo'ladi. Ishini yaxshilik qilib ko'radiganlar, mashinasini muammo qilmasligini xohlaydiganlar bo'lsa, muammosi yo'q. Bizga ko'p savol tushadi, usta. Bu keladi, nimaga sizlar qimmat? O'sha 3,5 million qo'yib, nimaga sizlar 3,5 million qo'yib ketdingiz? Xalqam 1 millionga aytsa qo'yadi ba'zi. Nimadan kelib chiqadi? Masalan, o'z ustasiz. Men obunachiman, siz obunachi. Bir dona injektor o'zida 500 ming farq qiladi. Bir dona injektorida reduktor miyani qo'yadi. Masalan, deylik, mashinaga mana hozir qarangmi? Faktiski, kelingda Hasanbek blok ko'rsataylik. Buni Yevropa gazi emas blok. Vaholanki bunga basikoy ham tushadi. Buni o'rtasida o'zida ham $35 raziyasi bor. 420 ming, 430 ming. Shu farqi o'zida. Buni o'zida. Ha. Endi injektorida. Buni sizga aytgan anavi sifatli injektor 2 o'm. Bu narsa narigi oddiy injektor bilan ham $40 real bilan. Ha. To'g'rimi? 30 yo $40 farq qiladi. Dedi $35, $30. Endi tasavvur qiling, klientlar nimadan narxni o'zgarishini o'zlari bilib olsin. Nimadan tafovut kelib chiqadi? Masalan, 42-47 balon bilan ham vaqti bir xil narsa. Lekin 54, 59, 63 qo'ysa, balonda o'zida ham farq qiladi. Oddiygina armaturasi. Armaturasi $15, $17lik armaturalar bor, to'g'rimi? Yaxshiroq qo'ysangiz $22, $25gacha bo'ladi. Mashina o'zidan ham ish qilsa bo'ladi. Yoki mana hamma ham qo'ymaydi magnetik klapan, to'g'rimi? Magnetik klapan o'zi $9 yoki $10. Endi biz o'zimiz shuni qo'ymaymiz. Kelib şeyda savol bermoqchilik shunda. Nimaga qo'yiladi sabab? Nimaga? Chunki misol uchun Damas'larga qo'yardi u. Biz hamma mashinaga qo'yamiz. O'sha o'zini qaradim, ha. Mana keling, buni o'zimiz ustanovka. Qancha bo'ldi qo'yganimizga aka? Biz o'zimiz qo'yib berganmizmi, olib kelib berganmiz narsani? Mashinada ham klapim bor. Mana. Bunda ham klapim bor. Bu balonning ichidan keladigan musulni birinchisi bo'lib shu to'sadi. Bu rezervuarni uzoqroq ishlashini ta'minlab beradi. Har doim shu suv tiqilib qolmasligini ta'minlab beradi. Shuning uchun biz обязательно uni qo'yamiz. Shunda filtr 3 ta bo'libdimi? Bitta, 2 ta, 3 ta bo'libdimi? 3 ta bo'ladi. Ha. Demak, uzoqroq harakat qiladi. Uzoqroq harakat. Aytayman-ku, sizni ishingizda muammo bo'lmasligi uchun o'zingiz ishingizni yaxshi qiling va ishingizni siz tavsiya qiling klientga. Klient aytganini qilib qoladigan bo'lsangiz, siz yutkazasiz aka. Demak, klient tushunganda biz oldimizga kelib tavsiya so'ramaysiz. Tavsiya so'ramaysiz. Menga bundan qo'yib ber deydi. Tushunadiganlari ham bor. Avvaldan sizni kuzatib keladiganlar bo'ladi. Aka, siz bana mashinani mana qo'yib bergan ekansiz, va falonchi o'rtog'i yoki pistonchiga qo'yib bergan ekansiz, yaxshi yurgan ekan, menga mashinani qo'yib bering deydi.
Bu mashina xuddi shunaqa bo'lib keldi. Bundan oldingi o'zini tanishlariga qo'yib bergan ekanmiz, bittasi ukasiga qo'yib bergan ekanmiz. Mana hozir 12sini muammosiz ko'rdingiz-ku, yaxshisini qo'yib bergan. Beraveradi. Ha. Prosta balon zapaskasini unga qo'yaymi, yoki bittaga qo'yaymi deb so'radi xolos. Necha pulga qo'yildi shunda? $480 qo'yilyapti. $480. $380, $480. 380 Gentra Cobalt $480 10x bilan. Demak, variant yo'q, bir xil variant bor.